Assalom bolalar, sizlar bilan bugun Behruz Minecraft. Bolalar, bugun bitta serverni obzor qilamiz va super rank olamiz. Qani bo'lsam, let's go bolalar. Bu serverni adminlari вообще ko'p. Hozirgina bitta bola serverni admini prямой efir qilyapti YouTube'da. Mana ismi mana shunday. Serverni obzor qilishdan boshlaymiz bolalar. Bu server anarxiya server. Nomer 1 server desa ham bo'laveradi. Birinchi o'rinda donatlarni ko'rib chiqamiz. Donatlar ultra plus, star, moon, sun degan kit bor. Bu kitni lekin bilmadim. Birinchi bo'lib spawnda paydo bo'lasizlar bolalar. Akkauntlar ochib olishingiz kerak. Akkaunt ochgandan keyin sizda mana bunaqa o'yinchi ranki bo'ladi. O'yinchi rankida oddiy toshdan kirka, qilich, shunaqalar bo'ladi. Keyin hozir ularni ham tushuntirib chiqaman. Mana bu yerda RTP bor. RTPga kelasiz va ustiga bitta bosasiz. Mana bunaqa worldda paydo bo'lasiz. Mana hozir. Mana bunaqa joyda paydo bo'lasiz va baza qurishingiz mumkin. Albatta, bazani ochiq joylarga baza qursangiz, bazangizni o'marib ketishlari mumkin. Shuning endi esa spawn deymiz. Spawn degandan keyin agar qamirlasak, spawnga bora olmay qolishimiz mumkin. Ana spawnga keldik. Bu yerda RTP bor edi. Endi bu yerda masalan bu yer degani mana bu yerdan mana bunaqa tosh, temir, lapis, ko'mirlar olgandan keyin mana bu yerga kirib qo'yasiz. Mana shunday qilib qo'yib chiqasiz va mana bu sotish deganni bossangiz sotiladi. Menda hech narsa yo'q bo'lgani uchun sotish mumkin bo'lgan hech narsa yo'q deb chiqadi. Mana endi bu yerda var PvP. Bu yerda odamlar bilan PvP qilishingiz mumkin. Aytgancha bolalarga aytib qo'yaylik. Salomlashadi. Ana hozir salomlashishi mumkin. Salomlashadi menimcha. Bu ana yerda bitta odamlar. Ana salom hammaga. Aytgancha yana bittaga like bosinglar. Iyungacha iyunligacha 100 ta bo'lish kerak bolalar. Obunani bosib tashinglar qarich. Tak. Bu yerga qilib PvP qilsangiz bo'ladi odamlar bilan. Mana hozir menimcha Rich Boy bizga fail bo'lib berishi mumkin. Kill bo'lib berarmikan bu? Menimcha bu kill bo'lib bermaydi. Mana shunaqa
narsalarni qazib olgandan keyin mana bu yerda ekan bor. Bosasiz, mana bu yoqqa qo'yasiz, sotasiz. Ana sotildi mana. Siz muvaffaqiyatli 832.00 summasiga sotdingiz va 1.68 oldingiz deydi. Keyin mana bu yerda case'lar bor. Token case, donut case va bularni donatlarni sotib olishingiz kerak. Kal mana donut token case kerakmi? Kuchukcha mini sun 1. Ana shundan sotib olasizlar. Tokenni ham sotib olishlar mumkin. Ranglar ham sotib olish mumkin. Kit case bor, masalan, kit bor-ku, mana bunaqa setlar beradilar. Ana shunaqa. Auksion anaqa deganda u mana ahda bossa mana bu yerda odamlar sotishadi ana shunaqa. Bu yerga kelsak, top 10 server parkuristlari. Men qayerdaman bu yerda? Men yo'q ekanman. Top 10 server boy o'yinchilari. Wow, men 8-daman bolalar, 8da. 207 ming pulim bor. Top 10 server killerlari, men 9-daman. Killer bo'yicha. Mana bu yerda parkur bor, bossanglar mana bunaqa parkurlardan o'tasizlar. Video olayotganda sal qotadi notebook. Yaqinda parami qilaman. Albatta tanab qilishinglar mumkin parami qilganda bolalar. Bolalar mana shunday qilib parkurdan o'tasizlar va pul yutib olishinglar mumkin. Mana ming pul berilyapti. Voy, ana уже yiqildim. Parkurlardan hali o'tmabman. Короче, bu parkur tamom bo'ldi. Mamad Tolimjon deganlar bitta narsa qilyapti. Parkuramiz. Mana kit shop, talisman shop, sfera shop deganlar bor. Bu yerdan kelasizlar. Ana spawn. O'ngga qarab kelaverasizlar mana. Bular Sfere Hero degan bor. 3500 token, 2700 token bu, 3000 token. Xullas har turli-da narxlari. Bu killer 7000 token. Voy fu. Kitsun masalan. Ana shunday qilib kit olsanglar bo'ladi, короче. Так. Aytgancha men buni streamiga kirsak berilar ekan bolalar. Tokenni olamiz va videoni on qilamiz bolalar. Bolalar, server IP'sini hozir men bu yerga chiqarib qo'yaman. Ko'rishlaring mumkin. Hozir. Server IP'sini chiqaraman hozir 1 minut. Changer deganlar bor. Voy, короче, Mamedga buni bossam chiq. Mana. Bolalar, o'zgarib ketdi ana. Bolalar. Mana server IP'si. Mana shuni yozib mazza qilib o'ynashinglar mumkin. Aktiv juda baland.
Endi o'zi bir Minecraftni serveriga prямо efirga qo'shilamiz. Albatta jonli efirga kirgandan like'ni Endi bir kadar savol oz boshlaymiz. Beri. Ko'prik bo'laman. bolalar bu Javob hammaga token tarqatib Ben yazdım. qaysi soat bir kun ichida 2 marta to'g'ri vaqt Neydi başlattın? qaysi soat Benim nasıl bir TikTok? seriyada 4 soat Zaten bakın. seriyada yo'q O. yetdimi Ay, sen başladın. Bence geçtik. Ama şöyle ya da kaşım. batareyasi yo'q soat batareykasi yo'q soat batareyasi yo'q soat Yok, köpek osmonda bor yerda yo'q bitta harfli javob Hadi işte. Yok aslında. Yaqinga o'slar. Emas, ayo. Hatto yaqinga o'slar. Batareykasi nasıl? Bitta harf. B E. qaysi osmonda bor Steps yerda yo'q bitta Şurası. harfli javob O, nima kim etti? Neymar Junior be abi. Neymar. Bak, yana qaysi bitta. osmonda bor yerda yo'q harfli javob nima tez короче video bundan keyin короче videoni o'shiraman bo'ldi Nasıl uğraşmasam gibi. короче serverni bolalar obuna bo'lib qo'yinglar bolalar mana men o'zim YouTube kanalim bu akkauntda emas o'zim YouTube kanalim hozir ko'rsataman sizlarga ishonmaganlar uchun mana o'zimni YouTube kanalim bak videolaringiz YouTube mana Mehruz Minecraft mana o'zim kanallar obuna va like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Sizlar bilan bugun Mehruz Minecraft bo'ldi. Albatta like ni bosib tashlaylar. Unutmang, xaytirchalar. Hammaga xayr.